Hurmatli ustozlar, aziz mehmonlarimiz, ota-onalarimiz, jajji bolajonlarimiz. Bugun mana ideal bilim donining yakuniy bosqichini o'tkazyapmiz. Mana yanvar oyidan boshlab mana 5 oy davomida ideal bilim doni o'tkazib, bizni bolajonlarimizni aqlli, zehnlarini, eng kuchlilarini aniqlab keldik. Bugun mana may oyidagi eng oxirgisi, bu o'quv yilidagi oxirgi bosqichimizni ochiq deb e'lon qilaman. Maktabimiz rahbari tashabbusi bilan shu ideal bilim doni ko'rik tanlovi tashkil etilgan edi. Mana bolajonlarimiz bundan juda xursand. Bilim olishlari ham shu bilan bir-biriga raqobatbardosh bo'lib o'sib bormoqda. Bu bilan bolajonlarimizni tabriklaymiz. Bularda bilimlari yana ham oshib, bilimli, aqlli, zukko bola bo'lib mana voyaga yetishyapti. Ota-onalar sizlarga ham rahmat. Shunday bolajonlarimizga sharoit yaratib beryapsizlar. Bularda chiroyli mana joylarda o'qishiga sizlardan minnatdormiz. Bolajonlarimizdan ham minnatdormiz. Bizni maktabimizni ko'tarib beradigan shu aziz o'quvchilarimiz bo'ladi. Hozir mana bolajonlarimizga so'z navbatini beramiz. Ideal bilim donini ochiq deb e'lon qilaman. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие родители и, конечно, наши талантливые ученики. Сегодня особенный день. Мы собрались здесь, чтобы провести итог интеллектуального состязания «Идеал билим дони». Праздника знаний, стремления к истине трудолюбия и стремления к вершинам. Каждый из участников проделал большой путь. Путь упорного труда, чтения, размышлений и открытий. Hello, dear guests, our dear parents, and of course, our talented students. Today is a special day. We've gathered here to sum up the results of the intellectual competition, Ideal Bilim Doni, a celebration of knowledge, a quest for truth, diligence, and the pursuit of excellence. Each participant has come a long way, a path of work, a hard work, a reading, thinking, and discovery. Все вы настоящие победители, ведь вы не просто учились, вы росли духовно и сегодня показали свои лучшие качества. You're all true winners, for you've not only learned, but also grown spiritually. And today you've shown your best qualities. Endi navbatni jajji ukajonlarimizga beramiz. Ular o'zlari tayyorlab kelgan sahna ko'rinishlarini sizlarga namoyish etadilar. İdeal bilim doni bu nima degani? Ideal so'zi yunon tilidan olinib, oliy namna, oliy maqsad degan ma'noni bildiradi. Ideal bilim donimiz. Students Book, Unit 8. St. Barn, look at the animals on the farm. Field and pond, on St. Barn, look at the animals. What the duck doing? It's swimming, it's swimming, it's swimming. What the duck doing? It's swimming in the pond. Field and pond, house and barn, look at the animals on the farm. Field and pond, house and barn, look at the animals. What a horse doing? It's running, it's running, it's running. What a horse doing? It's running in the field. Field and pond, house and barn, look at the animals on the farm. Field and pond, house and barn, look at the animals. What a cat doing? It's swimming, it's sleeping.
is sleeping. What's the cat doing? It's sleeping in the house. Field and pond, house and barn. Look at the animals on the farm. Field and pond, house and barn. Look at the animals. What's the cow doing? It's eating. It's eating. It's eating. What the cow doing? It's eating in the barn. Field and pond, house and barn. Look at the animals on the farm. Field and pond, house and barn. Look at the animals. Look at the animals on the farm. От всей души благодарим родителей за поддержку, вдохновление и веру в своих детей. Благодаря вам в нашем зале сегодня царит тепло, гордость и свет, надежда. We wholeheartedly thank the parents for their support, inspiration, and belief in their children. Thanks to you, our hall is filled today with warmth, pride, and the light of hope. И вот настал волнительный момент объявления победителей. Пусть это станет не финалом, а началом новых высот и новых целей. And now the exciting moment has arrived, the announcement of the winners. Let this be not the end, but the beginning of the new highs and new goals. Sinflar o'rtasida o'tkazilgan ideal bilimdoni ko'rik tanlovida faol ishtirok etib, o'zining aql zakovati, bilimi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan 1A sinf o'quvchisi Ma'murova Durdonaxon ideal ta'lim-tarbiya nodavlat ta'lim muassasasining 1-darajali diplomi bilan taqdirlanadilar. Xuddi shunday faxriy yorliq bilan Said Alimov, Said Jamol taqdirlanadilar. Karim Berdiyev taqdirlanadilar. 1Y sinf. 1Y sinfdan Sultonbekov Sarvarbek taqdirlanadi. Yo'q, shu chiroyli turib. 1D sinf o'quvchisi Masodiqova Rayhonaxon taqdirlanadilar. Asalim. Chiroyli turib olamiz. 2A sinf o'quvchisi Muhammad Karimova Kilolaxon taqdirlanadilar. Ikkinchi B sinf o'quvchisi Habibullayev Muhammadali taqdirlanadilar. Ikkinchi D sinf o'quvchisi Abdunabiyev Zafarbek taqdirlanadilar. Zindur shapkalardi. Ideal bilimdonida o'z o'rtoqlari orasida yana ham birinchilikda olgan o'quvchilarimizga xuddi shunday shapkalarimizni kiydiramiz. Magistr, bular endi magistr bo'lishdi hisobda. Durdonaxon keling qizim. Tabriklaymiz. Birinchi dars sinf o'quvchisi Asalim keling. Birinchilikda qo'ldan boy bermaymiz, o'quvchilar harakat qilib yana o'rtoqlarga berib qo'ymanglar, a?
Buni poeziya keling. Zafar, olqishlaringiz bolajonlar, ota-onalar. Yana bitta taqdirlashimiz bor. Rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli ota-onalar, yaqinda bilimdon bolalarda tadbirdan keyin yosh kitobxon tanlovi o'tkazildi, ya'ni o'zbek va rus sinflari o'rtasida. Ular ikkita kitob tanlandi, ular o'rtasida savol-javob, har xil tanlov o'tkazildi. Shundan Yevro gruppamizda Oripov Azizbek 6-Y sinfdan o'z o'rinlarini oldi. Yuqori sinflar o'rtasida o'tkazilgan yosh kitobxon ko'rik tanlovida faol ishtirok etib, o'zining topqirligi, zehnligi, aqlli va zakovati bilan tengdoshlaridan o'rnak bo'lgan 7-Y sinf o'quvchisi Malikov Xurramshohga chaqiramiz. Taqdirlaymiz. 6-D sinf jamoasini sahnaga taklif qilamiz. Chiqinglar. Bitta chiroyli turib olamiz. Qayerga turasizlar? Vohidova Madinaxon. Tabriklaymiz qizim. Shunday kitoblar o'qishda davom eting. Siz bilan faxrlanamiz. Musajonov Nusratullo. Tabriklayman o'g'lim. Zo'r ishtirok etdilaring. Abdurashidova Zulayxo. Молодец. Oxirgisi Ikromova Noilaxon qizimiz. A'lochi qizlarimiz.